qonun loyihasini agar e'tibor bersak, ishlab chiqishdan asosiy maqsad ham bu o'sha huquqiy ta'sir choralarini qo'llashda mutanosiblik konseviy prinsipiga amal qilish hisoblanadi. Lekin birorta moddada bir javobgarlik uchun qo'llanadigan jarimalar miqdoriga agar e'tibor bersak, bu yerda kamaytirilmayapti. Vaholanki o'sha normalar muvofiqlashtirilyapti yoki o'z ahamiyatini yo'qotganligi uchun chiqarilyapti xolos. Qolaversa, qonun loyihasini nomi ham matniga mos emas. O'zi mutanosiblik haqida fikr bildiradigan bo'lsak, o'zi bu qilmishga yarasha jazo berish yoki o'sha ijtimoiy xavfli qilmishga beriladigan jazo qay darajada to'g'ri va yetarli degan savollarga javob berish kerak nazarimizda. Bu masala birinchi o'qishda ham biz fraksiyamizda qat'iy bu masalani qo'ygandik. Shu nuqtai nazardan bizning fraksiyamiz, O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi fraksiyasi bu masala partiyaning elektorati manfaatlariga ham bevosita daxldorligidan kelib chiqib ushbu qonun loyihasini biz qo'mitaga qaytarish taklifini ilgari suramiz va boshqa deputatlar ham ushbu taklifni qo'llab-quvvatlashga chaqirib qolamiz. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi qonunchilikda shartnomaviy va boshqa fuqaroviy huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan javobgarlik choralarini bekor qilish ham belgilangan. Demak, mana shu ikkinchi kichik bandiga asoslangan holda aynan shu qonun loyihasida bir turdagi ma'muriy huquqbuzarliklar uchun bir nechta moddalarda huquqiy choralar qo'llanilishini oldini olish maqsadida moddalar chiqarilyapti. Bundan tashqari aynan bir turdagi qilmishlar uchun boshqa huquqiy normalarda ham, mehnat, fuqarolik, bojxona kodekslarida ham huquqiy choralar belgilangan. Hozirgi kunda ijtimoiy ahamiyatini yo'qotgan yoki statistik ma'lumotlarda oxirgi yillarda qayd etilmagan huquqbuzarliklar uchun ham aynan shu ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda ayrim moddalarni bekor qilinishi biz o'ylaymiz bu to'g'ri qo'yilgan masala. E'tibor beraylik, qonunning nomi predmetiga to'g'ri kelmayapti. Umuman konsepsiyasi buzilib ketyapti. Mana shu nuqtai nazardan biz fraksiyada ko'rib chiqib etdikki, bu qonunni qaytarish kerak va buni qaytadan ishlash kerak, chunki mana hozir nomini o'zidan ham mana shu to'g'ri kelmayotganligini, ya'ni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksni o'sha mutanosiblik prinsipiga to'g'ri kelmayotganligini asoslab berildi. Shu nuqtai nazardan fraksiya ushbu qonunni qarshi ovoz beradi va bu qonunni qayta ko'rib chiqish kerak deb hisoblaydi.